Qiz bola chet elda yashashiga qanday qaraysiz? Ayol kishi chet elda yashashi to'g'rimi? Bugun o'qishim bo'yicha Malayziyaga ketyapman. 7 yil chet elda yashagan qiz sifatida achchiq haqiqatni aytib bermoqchiman. Birinchisi, chet davlatda yashagan insonning dunyo qarashi tubdan o'zgaradi. Shu jumladan hayot tarzi ham chet davlatga ko'ra shakllanadi. Bu yomonmi? Bu narsani hamma har xil qabul qiladi. Masalan, men boshqa sodda yoki yig'log'i qiz emasman. Har qanday omadsizlik va qiyinchilikni Allohga shukrona bilan qabul qilaman. Ikkinchisi, chet elda yigitlar bilan gaplashib ketadi degan gaplar esa ota-ona va oila muhitiga bog'liq deb hisoblayman. To'g'ri, chet elda yomon insonlar ko'p, lekin yaxshilari ham bor. Boshqa davlatda o'z ustida ishlayotgan ayol yoki erkakni harom bo'lgan aloqalar qiziqtirmaydi. Chunki bu bekorchi va ilmsiz insonlarning o'yinidir. Yana bir qo'shimcha, chet elda iymon sinaladi. Qalb sinadi, do'stlar orqadan pichoq uradi, siz esa kuchli bo'lishda davom etasiz. Malayziyaga sayohat blogimni ko'rish uchun obuna bo'ling va savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Allohga omonat, siz o'zingizni asrang.